Aynan sizning farzandingizga qanday smeslar tavsiya etiladi? Odatda boshlanishi uchun tanlaydigan smeslarimiz Nutrilon yoki Nutrilite komfortlari yokida Nestagem с рождения tanlanadi. Bordi bolajonimizda qusish kabi noxush holatlar kuzatiladigan bo'lsa, antireflukslardan foydalanamiz. Bordi diates va shunga o'xshagan toshmalar toshadigan bo'lsa, gipoallergenlardan foydalanamiz. Chala tug'ilgan bolalarimizga esa pre yoki prolar tanlanadi. Laktoza fermenti yetishmagan holatlarda bez laktozli smeslarni tanlaganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Farzandingiz sog'ligi uchun foydali ma'lumotlar qiziq bo'lsa, bizga obuna bo'lishni unutmang. Nega farzandlarimizda to'satdan isitma tushib ketish holatlari kuzatiladi? Men pediatr Inomjon hozir sizlar bilan aynan shu masalaning yechimi hamda sabablari haqida gaplashamiz. Bolajonlarimizda isitma tushib ketishining asosiy sabablaridan biri bu isitma ko'tarilgan vaqtda isitmaning tushiruvchi dori vositalarini keragidan ortiq qo'llab yuborishlik hisoblanadi. Farzandimizda isitma tushib ketgan vaqtda, ya'ni gipotermiyada uy sharoitida yordam ko'rsatish tavsiya etilmaydi. Bunday holatlarda albatta shifokorga murojaat qilishingiz va shifokor kelgunga qadar bolajonimizning oyoq va qo'llariga garchichliklar qo'yib turishingiz, u bolajondan ajralayotgan terlarni tezda artib turishingiz va qalinroq o'rab turishingiz tavsiya etiladi. Farzandingizning uy sharoitida ich ketishini to'xtating. Tabiiyki farzandlarimizda ich ketishi ko'p uchrab turadigan holat hisoblanadi. Bunday vaziyatlarda uy sharoitida qanday yordam ko'rsatishimiz mumkin? Hozir sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Bu vaziyatda eng avvalambor farzandimizga ko'proq suyuqlik berishimiz darkor, chunki farzandimiz suvsizlanib ketmasligi kerak bu holatda. Va bunday vaziyatlarda farzandimiz uchun uy sharoitida qaysi dorilardan foydalanishimiz mumkin? Bular birinchi o'rinda o'rta suyuqlikdan foydalanishimiz mumkin. O'rta suyuqligi orqali siz farzandingizni suvsizlanib ketishi hamda reologiyasini tiklagan bo'lasiz. Probiotiklardan foydalanishimiz mumkin. Ciprofloxacillin yokida tarkibida ciprofloxacillin tutuvchi dori vositalaridan foydalanishimiz mumkin. Lekin shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz kerakki, farzandimizga bunday holatlarda o'z boshimchalik bilan dori tanlash ham bu doim ham to'g'ri qaror emas. Chunki farzandimizda suvsizlanish, holsizlanish va shu kabi og'ir holatlar kuzatilishi mumkin. Shuning uchun albatta pediatr ko'rigidan o'tishimiz maqsadga muvofiq. Agarda sizda ham shu va shu kabi muammolar paydo bo'layotgan bo'lsa, sizlarni Agrofarm klinikasida kutib qolamiz. Doktor, farzandim juda ko'p terlayapti. Buni sababi nima? Va nima maslahat berasiz? Farzandimizning ko'p terlashiga asosiy sabablardan biri bu organizmda D3 hamda kalsiy ionlarining yetishmasligi hisoblanadi. Agar organizmda D3 hamda kalsiy ionlari yetishmaydigan bo'lsa, organizmda ko'p terlash, bolajonning tishlarining chiqishida kechikish hamda boshiga yo'l tushish kabi hodisalar kuzatilishi mumkin. Bu vaziyatda farzandimiz uchun kalsiy, D3 hamda sink preparatlarini berishimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Faqatki bu dorilarni qanchadan berishimiz, qay tarzda berishimizni albatta pediatr bilan maslahatlashishimiz darkor. Agarda sizning farzandingizni ham terlash va har qanday bolalar kasalliklari bezovta qilayotgan bo'lsa, sizlarni Agrofarm klinikasiga taklif etamiz. Bolalarni yurishga o'rgatish uchun одиноко solish qanchalik to'g'ri? Xo'p, bu bugungi kunda ota-onalarimiz tomonidan eng ko'p qilinayotgan xato yoki bo'lmasa eng ko'p berilayotgan savollardan bittasi hisoblanadi. Hadinokka solish o'zi tavsiya etilmaydi. Chunki bolamizda hali yurishga nisbatan ko'nikmalar hosil bo'lmagunga qadar biz uni hadinokka solib qo'yamiz. Natijada nima bo'ladi? Natijada bolalarimizda o'zini tana massalarini suyaklari ko'taradigan возрастga yetmasidan turib, bolani hadinokka solganimizda oyoqlarimizda o'zgarishlar, ya'ni O-образный yoki X-образный oyoqlar paydo bo'lib qoladi. Yassi oyoqli yoki shunga o'xshash holatlar paydo bo'ladi. Bolajonlarda o'zi vaqti keladiki, yurishga bo'lgan ko'nikmalar asta-sekinlik bilan hosil bo'lishni boshlaydi. Masalan, oddiy peshxon atroflarida yoki xon taxta atroflarida tika turib yurishlari yoki teta turish deb qo'yamiz xalq tilida. Shunday holatlar boshlanganidan keyin o'zi bolalarimizda yurishga bo'lgan ko'nikma hosil bo'ladi. Va undan keyin u bolalarimiz o'zi asta-sekinlik bilan bu narsani amalga oshira oladi. Lekin bolalarimizda 6 oyligida yoki 8 oyligida hadinokka solib qo'yish bu umuman tavsiya etilmaydi. Oyoqlarimizni shakllari o'zgarib qolganligi tufayli. Shuning uchun bolajonlarimizni hadinokka solish tavsiya etilmaydi. Ushbu videoni chaqaloq bor tanishlarimizga yuborib qo'yamiz va bizga obuna bo'lishni unutmang.